Bismillahi va salatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Oldingi darslarni davom ettiramiz. Al-bina'u, al-i'robu wal-bina'. Xo'p. Biz oldingi dars al-bina'ni oxirgi darslarni o'tdik. Mabnilik bo'lishi, qachon mabnilik bo'lishini misollar ham berdik. Xo'p. Al-bina'u wa ma yadkhuluhu min anwa'il kalimi. Bino وما يدخله من أنواع الكلمة degani va so'zlarning turidan ya'ni kiradigan so'zlarning turidan degani. Mana misol al-bina'u yadkhulu anwa'al kalimi as-salas. Demak, binoga so'zlarning 3 ta turi kirar ekan. Bu arabcha yozganda mana 3 ta turi. Al-ismu wal fi'lu wal harfu. Demak, ism va fe'l va harf. Bular nima desak, bu kayfa tutqinun nahwu, ya'ni nahvni qanday qilib puxtalash yoki yaxshilash mumkin degan kitobning birinchi darsida o'tdik. Kayfa uribu, ya'ni qanday qilib i'rob qilaman degandan keyingi darsda o'tdik bularni. Xo'p, keyingisi mana birinchisi al-ismu dedik. Al-ismu fahima haula'i tullabu. Fahima tushunishdi, haula'i mana qaragan bo'lsangiz o'zgarmadi. O'zi bu nima? Nima bu? Fa'il, ya'ni ular. Akramtu haula'i ar-rijali. Akramtu haula'i ar-rijali. Bu mana maf'ulun bihi. Lekin o'zgarmadi. Haula'i bo'lsa, rof holatda, haula'i nasb holatda qoldi. O'zgarmadi. Demak, bularni mabni deyiladi arab tilida. Nima ekan? Mabni. Mabni degani o'zgarmas degani. Keyingisi farihat farihtu bi haula'i al-mujtahidina. Mamit noto'g'ri ketibdi. Farihatu emas, farihtu. Ya'ni xursand bo'ldim. Ana u ya'ni tirishqoq talabalar. Sabab ya'ni. Bi haula'i al-mujtahidina. Bi harfi jar. Undan keyingisi ism majrur kelishi kerak. Ism majrurda ham jar bo'lib turibdi. Nima maf'ulun bihi nasb holatda ham jar bo'lib turibdi. Va rof holatda ham jar. Demak, aytayotdiki, mana haula'i ismun lazima axiru'l kasr. Haula'i so'zi mabni bo'lib, oxiri kasr bo'lishiga lozim bo'ldi. Haula'i so'zi oxiri lozim bo'lishiga, oxiri kasr bo'lishiga lozim bo'ldi. Va kullu ismin lazimin axiru'u halatun wahida. Va ismning har turi deyapti. Axiru'u halatun wahida ma'a ixtilafil awamili. Biz bilganimizdek, har bitta ismni nima omilga qarab o'zgartirib olsak bo'ladi. Ya'ni mu'rab ismlarni. Va yakunu mabniyan. Demak, deyapti, bu ismlarni mabni ismlarni demak nima o'zgartira olmaymiz. Endi al-fi'lu. Mana misol fe'l. Biza najaha at-talibul mujiddu. Iza najaha akhuka kafa'tuhu. In najaha Muhammadun fa'akrimhu. Najaha at-talibul mujiddu, ya'ni tirishqoq jiddiy talaba nima? G'alaba qozondi yoki yutdi desak bo'ladi. Agar akang nima? G'alaba qozonsa yoki bir narsa muvaffaqiyatli o'tsa, kafa'tuhu, uni mukofotlayman. In najaha Muhammadun fa'akrimhu. Agar Muhammad muvaffaqiyatli o'tsa yoki bir narsadan g'alaba qozonsa deyapti, uni ikrom qilgan. Qaragan bo'lsangiz najaha hech narsa o'zgarmadi. Shuning uchun buni fe'l madi mabni ala fath deyiladi. Chunki o'zgarmaydi. Najaha bo'lib turadi. Rof holatda najahu yoki nasb holatda najahi va hokazo bo'lmaydi. Ya'ni bu mabni. Mana aytadiki, najaha so'zi deyapti. Fi'lun lazima akhiruhu al-fath.
Demak, bu so'z deyapti, oxiri fath bo'lishligi lozim bo'ldi. Fil amsilati salasa. 3 ta misolda. Najaha, najaha. Hech narsa qo'shilmadi ham, almashmadi ham. Ma'a taghayyuril awamili va laysa akhiruhu mu'tallan. Mana qaraganimizda bizga oxiri illatlimi? Ya'ni mana bunaqa yali mad bormi? Yo'q. Agar buni bo'lganda biz tushunishimiz mumkin edi. Lekin aytadiki, va laysa akhiruhu mu'tal. U mu'tal emas-ku oxiri, illatli emas-ku. وكل فعل لازم آخره حالة واحدة مع اختلاف العوامل يكون مبنيا. Hop. Al harfu endi harf ko'rsak. Hop. Mana ism va fe'l va harflar ba'zilari nima mabni bo'ladi, o'zgarmas bo'ladi. Mana endi harflar. Hal zakarta darsa. Darsingni muzokara qildingmi yoki nima o'qidingmi, muzokara qildingmi? Hal tasduqu fi qawlika. Gapirayotgan gapingga ishonasanmi, sodiqmisan? Hal Muhammadun sadiquka. Muhammad sening do'stingmi? Xo'p. Mana misollar oldik. Har bitta misolda nimani aytib berdingiz? Hammasida hal, hal. Nima bilan kelyapti? Sukun bilan. Bir narsa o'zgardimi? Yo'q. Rof holatda ham sukun, nasb holatda ham sukun, jar holatda ham sukun. To'g'rimi? To'g'ri. Hal deyapti, mana harfun lazima akhiru us-sukun fil amsalati salasa. 3 ta quyidagi gaplarda mana 3 ta gap o'tdi. Mana shu 3 tasida deyapti. Lozim bo'ldi deyapti sukun. Barchasida sukun bor oxirida. O'zgarmadi, hech narsa qo'shilmadi ham, olinmadi ham. Va hakaza kullu harfin yakunu mulaziman li halatin wahida. Barcha harflar deyapti, xuddi shu kabi deyapti, lozim bo'ladi deyapti. Fa kullu harfin mabni, barcha harflar mabni. Bilib olaylik, bu qoida. Ya'ni barcha harflar mabni, bittasi ham i'rob yo'q. Va i'rob qilayotganda ham la mahalla lahu min al-i'rob deb i'rob qilinadi. Ya'ni uni i'robda joyi yo'q. Mahal degani makon, joy degan ma'noni beradi. Xo'p. Endi bir biz i'rob bo'lbinani o'tdik. Sal uzunroq dars bo'ldi bu ham, xuddi mamnu min as-sarf kabi. Bir endi mulaxas al-bina wal i'rob. Demak, biz shu o'tgan qisqa qilib o'tib ketadigan jadvalni o'tamiz. Al-i'rob, i'rob bu huwa taghyir akhir al-kalimati li ikhtilaf al-awamil ad-dakhilati alayha. Unga kiryotgan omillar sabab oxiri o'zgarishi, ya'ni oxirgi harakatlari o'zgarishi bu i'rob hisoblanadi. Al-i'rob va ma yudkhiluhu min anwa'il kalami i'rob va uni kalomga turlariga kiradigan narsalar. Birinchisi al-ism sahih wal mu'tal. Nima? Sahih ism, buni tushuntirdik, mu'tal ism. Buni ham tushuntirdik. Keyingisi al-fi'l al-mudari' as-sahih, fe'l mudari', to'g'ri fe'l mudari', ya'ni as-sahih wal mu'tal. Buni ham tushuntirdik. Endi anwa'ul i'rob. Demak, i'robning turi 2 xil edi. Al-i'robul zohir, al-i'robul muqaddar. Zohir i'rob, muqaddar i'rob. Qatdan al-ism sahih zohirga kiradi. Al-ism al-mu'tal muqaddarga kiradi. Chunki biz ham ham i'rob qilayotganimizda fathatul muqaddara deymiz. To'g'rimi? To'g'ri. Mana an-nadada mana qatta hozir bu yerda fatha turibdi. Oxirida mana yada harakati yo'q-ku. Shuning uchun mana ism mu'tal muqaddar bo'ladi. Endi al-ism sahih ko'rsangiz mana yasirul qito ru oxirgi harfda domma turibdi. Shuning uchun bu nima fa'il bo'ladi. Xo'p, endi keyingisi mana pastga qaraydigan al-fi'lul mudari', pastga qaraydigan bo'lsa as-sahih. Demak, to'g'ri fi'lul mudari'. Yafrahul insanu. Mudari' mu'tal esa o'zgarmas. Bu nima? Yas'a. Chunki barchasi yeshiladi bo'lsa, yas'a o'tadorof nasb jar holatda ham, ya'ni o'zgarish bo'lmadi. Keyingisi al-bino. Bino bu huwa luzumu harakati آخر الكلمة حالة هو لزوم حركة آخر الكلمة حالة واحدة. Ya'ni bino degani bu oxirgi so'zning harakatida deyapti. So'zning harakatida bitta holat bo'ladi. O'zgarmaydi. Rof, nasb, jarh bo'lsin, boshqasi bo'lsin,
mabni bo'ladi, o'zgarmas bo'ladi. Al-bina va ma yudkhilu min anwa'il kalimi turlaridan al-ism, al-fi'l va al-harf. Ism va fe'l va harf. Misol fahima haula'i tullabu desak, ana talabalar tushundi desak, haula'i qoladi, nasb va jar holatda ham, ya'ni o'zgarmas bo'ladi. Najahat tolibul mujiddu hal zakarta darsa. Bularni o'tdik. Xo'p. Unda darsimizni mana shu yerda to'xtatamiz. Keyingi darsda yangi darslarimizni boshlaymiz. Shunaqa qilib i'rob va bino darsimiz tugadi. Hammaga rahmat. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astag'firuka va atubu ilayk. Sizlar bilan Shamsuq Markaz ustozi. Ma'assalama.